Assalomu alaykum hammaga. Bugun Leapmotor modellarida ko'pchilik bilmaydigan fishkalar haqida gaplashib o'tamiz. Leapmotor haddidiganlar bu videoni saqlanib qo'ysanglar kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi fishkamiz Leapmotor modellarini orqa tarafida sensorli upravleniyasi bo'ladi. Bundan konditsionerlarni o'chirib yoqsanglar bo'ladi, sidenalarni sursanglar bo'ladi. Noqulay tarafi yosh bolali mijozlarimiz bo'lsa, yosh bolalar bo'lsa buni o'ynab tashlaydi. Ammo sizlarga hozir buni qanaqa qilib o'chirib qo'yishni o'rgataman. Birinchi o'rinda asosiy menyuga o'tamiz. Asosiy menyuni tepasidan swipe qiladigan bo'lsak, bu yerda yana bitta menyu paydo bo'ladi. Любой bittasini ustiga bosib turadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Pastdan yana qo'shimcha nastroykalar kelib chiqadi. Bu yerdan любой bittasini minus qilamiz-da, orqa monitori blokirovka qiladigan значоgi bor. Plus qilib asosiy menyuga qo'shib, buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, orqadagi sensorli upravleniyasi mana o'sha blokirovkaga tushdi. Ishlamaydi, bossa yosh bolalar ham o'ynab tashamaydi. Ikkinchi fishkamiz ko'pchilik Leapmotor modellarida mo'ka qo'yotganda mana bu dvornigini ko'tarishni bilmaydi. Ko'taraman desanglar mana bu o'sha kapotiga tegib qoladi. Buni qanaqa qilib ko'tarib qo'yishni hozir o'rgatib o'tamiz. Xo'p, buning uchun asosiy menyuda настройка qismiga kirib olamiz. Настройка qismida eng oxirgi значогini bosadigan bo'lsak, bu yerda 3 ta menyusi paydo bo'ladi. Shu uchalasidan eng birinchisini bossanglar, dvornigi o'zi mana ko'tariladi. Bu funksiyani mo'ka paytida yoki qanaqadir vaziyatda bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uchinchi fishkamiz ko'pchilik bilmaydigan va foydali ma'lumot aytib o'tamiz. Ya'ni Leapmotor modellarida Face ID ni qanaqa qilib yoqishi. Bu videoni Leapmotor haddidigan tanishinglar bo'lsa jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Leapmotor modellarida Face ID si bor va bu Face ID ni ko'pchilik ishlatishni bilmaydi. Buning uchun asosiy menyuda tepa qismida Face ID ni nastroykasi bor. Bunga bosadigan bo'lsak, yana bitta menyu paydo bo'ladi. O'zimizga yangi Face ID ochib olamiz. Bizdan kod so'raydi. O'zingizlar xohlagan kodni yozasizlar. Bizlarni yuzimizni skaner qilishni boshlaydi. Yuzimizni skaner qilib bo'lgandan keyin o'sha mashinaga biz o'zimizning Face ID ni qo'ydik. Bu nimaga kerak? Birinchi o'rinda begona odam o'tiradigan bo'lsa, mashina yurmaydi. Sizlar o'zingizga konditsioner, sidenalarni, qo'shimcha nastroykalarni moslashtirib qo'ysanglar, har o'tirganingizda sizlarning yuzinglarni skaner qilib, mashinani o'zingizlar tanlagan nastroykalarga qo'yib beradi. Video manfaatli bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Keyingi videolarda xudo xolasa yana qo'shimcha ma'lumotlarni o'rgatib boramiz.